Xudolar shu videoni iltimos qilaman, o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Bu video siz oldingizda bejizga chiqmadi. Siz Allohning suygan bandasi ekansiz. Hozir mana shu ukamizniki siz bilan bizning yordamimiz juda ham kerak. Bilasiz-ku, o'zi unaqa narsalar ha, uncha-munchaga qo'ymayman. Lekin bu ukamiz postdan ham hozir siz bilan meni yordamimga muhtoj. Onalarning o'zlari o'zingiz xalqimizga tushuntirib bering. O'g'lingizga nima bo'lgan? O'g'lim tug'ma skolyoz bilan tug'ilgan. 2 marta operatsiya qildirdik. Hozir 3-chisiga qiynalmoqmiz. Orqasiga temir qo'yilgan. Temir hozir buni orqasidan terisini teshib chiqaryapti. Mana hamma tashxis natijalari ham bor ekan. Hech qaysi onaga farzandini bunaqa ko'rish oson emas ekan. Iltimos yordaminglarni ayamaylar. Yig'lami sizlarga yetayotgan temirim mana shu qaraylik. Bo'rtib chiqib turibdi. O'sha terisini yorib yuboraman deyapti. Ichki tomoni yuragiga botayotgan ekan. Siz bilan bizda yotganimizda tegimizda nimadir qolib ketsa, qanaqa azob chekamiz? Bu ukamizani hozir qanaqa azob chekayotganini tasavvur ham qila olmaysiz. Shu ukamizni tuzalib ketdi, ota-onasini bag'rida o'tirib, kechqurun ba'zilar qilib siz bilan menga o'xshab uxlashiga sababchi bo'lib qolaylik.